Efsar xonim 12 yillik biznes tajribaga ega Xitoyning mashhur 3 kosmetika brendlaridan birining asoschisi hisoblanadi. U shaxsiy brendini keng ommaga tarqatish maqsadida 2021-yil Xitoyning Yevo shahrida kosmetika mahsulotlarini tayyorlovchi zavodini qurdirdi. Zavod zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan va yuqori sifatli kosmetika mahsulotlarini ishlab chiqaradi. Ishlab chiqarish jarayoni bir nechta bosqichlardan iborat bo'lib, avval xomashyo tayyorlanadi, so'ngra u aralashtiriladi, filtratsiya qilinadi, qadoqlanadi va so'nggida sifat nazoratidan o'tkaziladi. Mahsulot ishlab chiqarish jarayonida gigiyena talablariga qat'iy rioya qilinadi. Barcha xodimlar maxsus himoya kiyimida ishlaydi. Mahsulotlar tabiiy va ekologik toza xomashyolardan tayyorlanadi. Har bir mahsulot sotuvga chiqarilishdan oldin maxsus laboratoriya sinovidan o'tkaziladi. Zavodning ko'plab jarayonlari avtomatlashtirilgan bo'lib, inson aralashuvisiz ishlaydi. Zavod kuniga minglab kosmetika mahsulotlarini ishlab chiqarish imkoniyatiga ega.